Eronda norozilikdan keyin ko'plab yaradorlar bor, hatto ko'r bo'lib qolganlar ham, ayniqsa Z avlodi orasida. Ular xohlagan yagona narsa erkinlik, adolatlilik, o'zini erkin ifoda etish huquqi edi. Ammo o'z erkinligidan qoniqmay, boshqalarning erkinligini bosib kelayotganlarga bu yoshlarning orzulari mutlaqo ahamiyatsiz. Ular eshitmadi, ular ko'chaga chiqqan maqsadiga erisha olmadi. Bosim va ta'qiblar ostida esa yaradorlarga yetarli va sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishiga ishonch yo'q. Keling, Erondagi jarohatlangan yoshlar va butun xalq uchun duo qilaylik. Rabbimizdan so'raymiz, bilimli va mehribon shifokorlar bersin. Qalbdagi jarohatlarni shifolasin, ularni sinib qolishdan asrasin, tanadagi yaralarini davolasin, hayotlarini mo'jizaviy tarzda tiklasin. Siz Eron yoshlari va xalqi uchun yana nimalar haqida duo qilasiz? Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing, ulashing. Keling, zamondoshlarimizning shifosi uchun birga so'raylik.